murojaat yo'lchi va bitta to'yga 10 ming dollarga bormaydi. Bormaymiz. San'atkorlarga nisbatan solinayotgan soliqlar haqida mavzu bo'yatib hamma. O'sha monopoliyadagi odamlar yo'q bo'ladimikin? Bu ham bir nima. Lekin menga nima keragi bor? Sizga nima foyda? Menga nima foyda? Yo'q, ularga biz ruxsat bermaymiz. Mana gap qaytdi. Bu nohaqlik. Mehnat ular qilyapti. Mehnat ular qilyapti. Yalang'och narsa qimmat, ustida kiyim bor narsa arzon bo'lib. Nimada men Munisa Rizoyev bo'lib chiqishim kerak ekan, Matyo kechirasiz, men bunaqa chiqa olmayman dedim. O'sha yerda ba'zi bir san'atkorlar ustidan hukmronlik qiladigan insonlar bor ekan. Bu o'z bizni ustimizdan kulish bo'lyapti-da. Men nima qilaman borib deyman. Mehmon bo'lib o'tirib ketasiz. Men mehmon bo'lib o'tirib boshqa uyimda undaka o'tirib dam olaman deyman. Yelkasini ochib lamkada kelin olib chiqib o'rtaga tushib, tansa tushib bizaniki-mi? O'zbekistonda to'y marosimlari o'tkazish yangi urflar chiqqan. Ya san'atkorlar to'lasin, nega to'lamaydi? Falon ming dollarga boradi degani hamma ham emas. Hamma emas. O'sha berganiga rozi bo'lib ketadigan san'atkorlarimiz bor viloyatlarda ayniqsa. Qachonki kimdir qoqilsa, battar bo'lsin deyishga biz tayyor turamizda.